Qo'rqsangiz o'tkazib yuboring. Ko'rsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ketdik. Londondagi eng qo'rqinchli qamoqxonalardan biriga birga kiramiz. Bu joyning nomi The Cling Prison Museum. Bu oddiy muzey emas. Bu qamoqxona 1144-yilda ochilgan. Ya'ni deyarli 900 yil oldin. Tasavvur etyapsizmi? Va hozirgacha saqlanib qolingan. O'sha paytda bu joy sovuq, qorong'i va juda sassiq bo'lgan. Eng qizig'i, mahbuslar qamoqda qolish uchun o'zlari pul to'lashgan. Pul bo'lmasa zanjirda yotgan, och qolgan yoki kalamushlar bilan bitta xonada yashagan. Aytishlaricha bu yerda mahbuslarning ruhlari hali ham yuradi. Ba'zi tashrif buyuruvchilar kechasi g'alati ovozlar eshitganini, boshqalar esa sovuq qo'l tekkandek bo'lganini aytadi. Ichkarida qiynoq sahnalari maxsus ovoz effektlari bilan jonlantirilgan. Bu sizni o'sha davr atmosferasiga to'liq tushirgandek bo'ladi. Qiynoqning turli usullari ko'rsatilgan va nima sababdan qo'llangani ham tushuntirilgan. Qiziq tomoni shundaki, bu joyga hatto maktab o'quvchilarini ham ekskursiya sifatida olib kelinadi. Agar Londonga kelsangiz, bu qamoqxonaga kirishga jur'at etarmidingiz? Albatta kommentda fikrlaringizni qoldiring. And wait with me and we'll ask me about the entrance service.